Hozirgi kunda urologiyada eng aktual muammolardan hisoblangan, ya'ni yosh bolalarda keyinchalik o'z vaqtida e'tibor bermasligi natijasida bepushtlikka sabab bo'luvchi urologik kasallik, ya'ni kriptarxizm haqida gapirib beramiz. Kriptarxizm bu qo'shtirnoqchida moyaklarning o'z anatomik o'rnida, ya'ni mashonkasida joylashmasligi va har turli xil bo'lishi, masalan, qorin bo'shlig'ida joylashuvi, pahviy kanalda joylashuvi, oraliq sohasida joylashuvi natijasida keyinchalik bepushtlikka sabab bo'luvchi asoratli kasallik hisoblanadi. Agar ayniqsa ota-onalar bolalaringizda moyaklar o'z anatomik o'rnida bo'lmasini sezsangiz yoki shunga shubhangiz bo'lsa, albatta zudlik bilan urologga murojaat etish talab qilinadi. Chunki bu kasallikda yosh muhim rol o'ynaydi. Agar kriptarxizm o'z vaqtida aniqlab, kerakli tavsiyalar, tekshiruv usullari o'tkazilsa, keyinchalik bu asoratlarga olib kelmasligi mumkin. Agar yosh o'tib ketib, bolalarda kriptarxizm o'z vaqtida davolamasa, unda u oxir-oqibat bepushtlikka sabab bo'ladi. Agar sizda shu haqida muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizning Hightech klinikamizga murojaat qiling. Biz o'z vaqtida kerakli tekshiruv usullarini o'tkazib, sizga maslahat berishga tayyormiz.